Xo'p, aziz do'stlar, biz operatsiya qilishdan oldin, liposaksiyadan oldin tanamizga suv, o'sha maxsus suyuqlik jo'natib olamiz. U qon tomirlarini toraytiradi, yog'larimizni emulsiya holatiga olib kelishga yordam beradi, hamda qon chiqmaydi, chisti yog'ni so'rib olamiz. Bu juda muhim etaplardan bittasi, chunki siz suvni ravnomerni bir xil chiroyli qilib jo'natsangiz, operatsiya vaqti yog' olayotgan vaqtda ham adashmasdan bir xil ravnomerni olasiz. Agar qayerdadir ko'p suv, qayerdadir kam ketib qolsa, agar siz qayerda yog', qayerda suv bila olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bu etapga alohida e'tibor berish kerak. Yana bitta sekretni sizlarga aytaman. Tanaga suv jo'natilgandan keyin ob'yom anchagina ko'tariladi. Xuddi yog' ko'pdek ko'rinadi. Ba'zi vrachlar suv jo'natgandan keyin videoga olar ekan, keyin postini oladi, чтобы sizning ko'zingizga chiroyliroq rezultat ko'rinishi uchun. Bizning ishlarimizga e'tibor bersangizlar, agar ishodniy rasmlar suv jo'natmasdan oldin bemorning asl holatini ko'rsatamiz, undan keyingi rezultatni ko'rsatamiz. Mana o'zi ko'rishlaringiz mumkin. E'tibor bersangizlar, mana bir tomonimizga suv jo'natdik, ob'yom anchagina ko'tarilgan, xuddi yog' ko'pdek ko'rinadi. Bu tomonda esa hali hech narsa yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa suv jo'natilgan teshikli holatda dopostli bo'lsa agar, har doim bu chiroyli rezultat degani emas, sizni suv yordamida aldashayotgan bo'lishi mumkin.